Yaxshimisiz Farangiz? Assalomu alaykum. Qolmadingizmi? Yo'q, kutmadim, ketdim. Ketdik. Voy, xotinimiz hali ko'rsatmaymi? O'dayli bo'layapti. Yarashdimi, nima deysiz? Ha, sizga hamma narsa yarashadi. Sizga hali yarashadingiz. Xotinimni o'dayapti. Ammam bechora. Hozir masalan, tavba qilaman. Voy, sen kimsan? Opajon bir marta podyezdga qo'yib hoztiraman. Xo'p, xo'p. Ana. Sayyo, endi meni sochib tushibcha. O'rdaylarga sushiga pulingiz bor ekan. Jiyanga yo'q ekan. Hali qarab turing, hayotingiz ammam bilan pishadi. Ammamga ko'rsataman. Tovminga. Amma bilaman sizga ham qiyin. Aytganman shu odamga erga tegmaydi. Qarang, bir-biriga ovqat yeb o'tirishlarni. Qarang. Sabrli bo'ling, sabrli bo'ling. Ey xudo, o'zinglar hal qilinglar. Men boshim og'rib ketdi, tovminga. Sen hali ketmadingmi? Voy, siz meni hali haydayapsiz. Men aytdim-ku sizga. Siz uchun bir hafta qolaman deb. Siz uchun. Menga qara, demak men shortigim bilan futbolkam kiyib oldim. Kiyaman-da, pochcha bo'lib kiyib bermaganingizdan keyin shu ammamni rosa past odamga berib qo'yganmiz. Bor ota-onang olib bersin, demak men olib beraman. Gapni ko'paytirmang, pochcha halaginligingizni qarasa, bitta kolbasa ham yo'q ekan. Qimmat mashina haydaguncha halaginligingizni to'ldirib qo'ying. Tovminga. Ha, sizdan so'rayman endi, xonim nima qilish? Bo'ldi endi uxla Bonu. Siz uxlamaysizmi, amma? Bitta o'zing uxlashga o'rgan endi. Yosh bo'lamassan-ku. Bittasi xotin qilib, bittasi er qilib. Tovminga. Ini tut, mana